Ammo lampong rang pizga manda quyuq tang tayyorlab etadigan bo'lsangiz ajoyib o'xshaydi. Ta'm tilingiz lam qoldi, cho'ng kichik hammaylar yoqtirib yeydi. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolsiz. Bugun talablarga asosan maxsus quyuq tang darsiga olib keldim. Her gün müşnunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni ichishni o'rgatyapman. Qo'llash yuzidan inkas rayoniga haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'ininglarga rahmat. Sabza samsaqni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rib olamiz. Ketarlik tamxurishlardan 8 quloq 13 xil dardarman yeni Shisanshang deb do'kondan olsanglar bo'ldi. Uningdan vejindan bir qo'shiq, jijindan bir qo'shiq, shikada yarim qo'shiq qo'yamiz. Uningdan cho'ngstamdan qizilmish qiyamidan 2 qo'shiq tayyorlab olamiz. Cho'ngstamning cho'ngligi bor, sayqorga vaqtingizda qizilmish qiyamidan bir qo'shiq qilsangiz rangi chiroyli ta'mi o'zgarish chiqadi. Endi qozonga ehtiyojimiz qarta suv qo'yib olgandan keyin to'g'rab tayyorlab olgan sabza, so'ng piyoz, zanjibillarni silib, hozir tayyorlab olgan dori-darmonlarni silib, taxminan 10 minut atrofida qaynatib, ta'mini chiqarib olamiz. Endi yarim piyol qunaq qarahmaliga azroq suv qo'yib, tashkillashtirib olgandan keyin qozonga qo'yib, to'xtamay 10 minut atrofida qaynatamiz. Bu jarayonda azroq lavcho qo'yib olsak, rang berdi. Ko'rib mishakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Shunga o'xshash ayol taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik murabba, bozorlik sovuq say darsimizning 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Tang qo'yilib mushalat ketganda samsaq, qizilaz, ko'klaza bir tal tuxumni silib, tuz ta'min tetib olgandan keyin so'ygandan keyin lampong rang pizning ustiga qo'yib, achchiq suv lazlar bilan yesanglar ajoyib o'xshaydi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi etib sinab yiqing.